Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun yana bir mijozimizga 72 voltga 30 amperlik litiy jelezofosfat 23S 2 parallel batareykamiz yig'ish jarayonidamiz. Ishimiz bitay deb qoldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunaqasiga 3 qavat, bunaqasiga 2 qavat. Bunaqasiga 2 qavat bo'lgani sabab parallel bo'lganda navbatda kam tushadi. Ketma-ketlikda ko'p tushadi. Smartphonemiz JK brendiga tegishli 24S Bluetooth orqali bemalol boshqarib, nastroykalarni to'g'rilab, dischargerlarni kontrol qilsa bo'ladi. Bemalol protokollari bor. Отдельный kod bilan ulanadi. Demoqchi bo'lganim, любой kishi xohlaganday boshqa telefondan ulanib ketavermaydi. O'zini maxsus parol orqali ulanadi. Siz telefoningizga parolni ham o'zingiz qo'yasiz. Boshqa telefondan ulanaman desa ham, o'sha siz kiritgan parol orqali через kiradi. Boshqa taraflama kira olmaydi. Juda ham chiroyli, ixcham ko'rinishda yig'ilyapti. Batareykamiz eniga 15 cm, bunaqasiga ham 15 cm, balandligiga 48 cm bo'lyapti.